Hozir keldim Bandetga. Shu shahar markaziga ketyapman hozir. Metrodan tushdim. Poyezddan. Bu Muzey del Prado. Qanaqadir muzey, mashhur muzey menimcha. Yana bilmadim. Omad ko'chalariga maza qo'yayotgan miya tinchlantiradigan video. Miyadagi chaqchoqlarga yeyib vahshiy dahshat. Menga yoqyapti. Barselonadan ko'ra Madrid juda yaxshi tuyulyapti menga. Chunki bunaqa joylar ko'payganda. Toshkentda bu endi hisobda. Barselona Samarqand bo'lsa, bu yer Toshkent. Agar taqqoslasak, o'xshatsak, qiyoslasak. Manzara qalay? Shunchaki siqsam tiniqlashadi-da, yana. Shuncha doim siqaman. Yaxshi dahshat joyiga bordim hozir. Chiroyli joyga. Yaxshi chiqaryapti. Bitta nima bo'lyapti? O'yinga tushyapti. Yoki badan tarbiyani o'yinga juda aralashmayapti. Hozir Madriddaman. Qanaqadir bitta joyda park deydimi? Park nomini bilmayman o'zi. Lekin rosa katta joy ekan. Nasıl joydan olamiz? Yana boshqa joyga borsam davom etamiz. Video olishni. Topdim. Alfonso 12 sharafiga qo'yilgan haykal ekan bu. Ana haykal. Alfonso 7-chi. Bu yerga yozib qo'ygan bo'lishi kerak. Manzaralar juda ham chiroyli ekan. Quyosh bu mashinada barglar toshilgan va orqasida Pesos ham bor ekan. Mana chiroyli manzara. Hovuzda atrofiga odamlar to'planib rasm tushyapti. Orqada chiroyli fon turibdi. Hola. Música ecológica. América. Italia. No. Oh my God, Australia. No. Wow. No sé. Turkiy. No. Canadá. Canadá. No. Wow. California. No. Oh my God. Mamma mia. Wow. Ahora, now. Wow. Hello. Hola. Good morning. Bonjour. Bravo. Bu park rosa ham katta park ekan. 10 gektardan katta joy. 20-30 desam tamom bo'lmasa kerak. Lekin anchagina katta. Davomi bor yana. Tugatamay hattamay aylanadi. Bular Retiro ekan bu parkning nomi. Retiro. Bu yerda ispan bitta qizdan so'rasam Retiro dedi, lekin uzunligini bilmaydi ekan. Qancha ekan? Bu yana bir boshqa tarafi parkda. O'zimiz bu Andijondagi bog' shamonga o'xshaydi ekan qandaydir. Sal pal o'xshaydi ekan. Unchalik emas.
yetib berlik mumkin emas ekan. Soat 10 dan 20:00 gacha ishlaydi ekan. Park. Bu yer qanaqadir bog' shekilli bog'. Park ichidagi bog'. Menimcha shunday. Ha, gul, atir gullar. Bularga endi mana atir gullar wow deydigan narsa-da, bizni ko'chada turadi. Atir gul xilma-xil bo'lib ketgan bizni ko'chamizda, meni ko'chamda, darvozamizda. Tashqariga ekib qo'yganmiz, odamni bahri dili ochiladigan qilib. Yaxshi daftar. To'qqiz hijab bo'lyapti. Eronliklar ko'paygan-da, shunga Eronmikin deb taxmin qilyapti. Mana vafshi, anu multfilmlardagi joylarga o'xshaydi. Vafshi chiroyli. Endi 3 soatdan keyin xonamga kirib dam olib, ertaga Bernabeuga ketaman, xudo xolasa. Bugungi sayr 2 soatdan keyin tugaydi, xudo xolasa, bu yerdagi. Hozir kuz, qish, barglar to'kilib, o'zi mana joy tozalaydigan mashinasi ekan bu. Yo'lda changini tortib ketar ekan. Klisosi ham bor edi buni, hozir ko'rsatuvdim. Endi biz sekin qaytyapmiz. Uyga emas, boshqa joyga. Kelgan joyimdan sekin. Jadenizi nima ekan bu? Demakda park. Menimcha. Qanaqadir park, yaqinlashtiramiz, ko'rsatamiz. Bu avtobusi kelganda odamlar chiqadigan pog'onasi sal pastlaydigan pastga. Masalan, qariyalar bo'lsa, chiqishga qiynaladi deb bo'lsa, hozir qarab turdim va videoga olishga ulgurmay qoldim. Pasayadi ekan, bunday turibdim, bunday bo'ladi ekan. Keyin odam chiqishi oson bo'ladi ekan. Mana shunaqa mana. Shaharda turibdi, hozir sentrroqda. Eng sentr joylardan turibdi, mana shu yerlarda. Dekabr 1935-yil. Dekreto. 8-fevral ekan. Dekretoni dekabr deb o'qib. Mana ichida shuncha joylar bor ekan. Vapshi yerini o'qigan hozir. Bitta mashhur joyga boraman. Aylanali Artezorga keldim. Hamma yoq ko'rinadi ekan bu yerda. Mana futbol stadion. Mana. Hamma joy yaxshi ko'rinadi ekan. Nima endi bu yer? Mashaga chiqdim hozir men. Vaqtimi sarflab eskiman. Tennis o'ynashyapti, tennis ko'rt. Sharpdan sakrab tushaveramikan. Adashib kitob sevarlar jamiyatiga kelib qolganman. Kitob, san'at. Bu menimcha mana san'at universiteti, bir bola san'at universitetimi bilmayman, shunaqa shakilli yoki mana tarafda bitta bor edi. Hammasi kepkalari ham boshqacha turibdi, kepkalari ham o'sha hali hudojniklar nimasiga o'xshab rassomlar. Vobshe qiziqmas menga borib, bu nima bu qiziqadiganlar bo'lsa deb atayman. Olib ko'rsatyapman sizlar uchun. 5 euro ekan. Voy, yana bor ekan hozir. Bitta pauza qilib ko'rsataman. Hoppa, yana keldik. Hammasi ispanchada bo'lsa kerak, yana bilmadim. Video zerikarli bo'lsa, tars 10 sekund qilib o'tkazaverasizlar. Toshni zerikarli joyda bu yer. Lekin
miyani tinchlantiradigan joyda. Chiroyli oldini ko'rsataman. Erkak odamlar bu yerda tushmayapti, bilmayman. Buni archani oldiga boramiz hali kechroq. Svet yonsa. Chiroq qorong'ilashadi. Nima deyapman? Tilim aylanmay qolyapti bori. Hop, kecha Barselonani story ko'rsatdim. Bugun Real'ni ko'rsataman. Official store. Rostmi, rost ekanmi bilmadim. Mendami ko'piklar ham turibdi. Kirib ko'ramiz qani. Kecha Barsanikini ko'rsatdim, endi bugun Real'ni ko'rsataman. Narxlari kepganiki qancha ekan? 25 euro. Official ekan. Mana sharflardan olib ketish kerak edi. Xudo xolasa haqiqiy muzeyga borganda ashaqdan olaman xudo xolasa. Agar arzon bo'lsa, bitta olib ketish kerak-ku. David Alaba. Lekin yaxshi. Ertaga muzeyga boraylik-chi, mana ular 150 euro. Officialda mana shu haqiqiy mana. Materiali ham o'ta ham yupqa boshqacha bo'ladi ekan. Oh. Haqiqiy emas ekan.
daqiqa stadionda bo'ladi dedi. To'plar oddiysi mana 28 euro. Ko'rasizlar mana narxlarni. Hozir 4-etaj yoki 3-etajdaman. Tepaga chiqib yana bir ko'rsataman tashqarida. Mana Lego ekan. Pastda ikkita joy texnologiya ekan. Faqat gadjetlar ekan. Divan, kreslo bir balolar ekan. Mashina qiziqmas menga bu hozir. Oltinchi etajda mana ekan. Fuy, billing 6-etaj. Hozir 7 chiqib ketyapman. Bu yerda shunaqa texnologiyalar. Kir yuvish mashinasi, bir balolar. Motoga ham 1-etajdan beri birla chiqadi, 2-3 dan beri. Bu ham do'dirab yuribdi-da, 100% nima qilishini bilmaydi. Xuddi bir nima qidirib yurganda yurish kerak bunaqa joyda. Do'diramasdan. Mana qilib yurmayman deb. Bitta narsa aniq maqsad bor, qidiryapman shu narsani deb yurish kerak. Pastni ko'rishim kerak, pastni. Vau. Xullas, tepaga chiqdim, mana manzarani ko'rsataman. Ya Alloh. Hozir 13-etaj yoki 14-etajdaman. Tog'ada menga qarayapman. Mira que te hace. ¿Aquella? ¿Aquella? Ah, pues no sé. ¿Esa es la del ayuntamiento? Sí, aquello del ayuntamiento. Sí. Y aquello del pirulí. Dahshat manzara. ¿Lo ves? Sí. Ya, pero que 15-etajgami chiqdim adashmasam. 15-etajdan oldim mana shu videolarni. Keyin pastga tezda tushirib qo'ydi lift. Hozir endi sekin ko'chada yana aylanib yuribman. Oldini ko'rsataman. Nima bo'layotganini bilmayman. Chapida selfie qo'yaymi, onasi nemasin? Mana yoqqa qarab, o'lib ketsin 1-2-3. Odamlar bunday qarab tursa, sizga qaralyapti. Xuddi ulgiydi-da ular rasmga olganimcha. Video ishlash jarayonini sahna orti jarayonlari deydimi, shunaqasi. Sahna orti behind the skin deb qo'yading asosiga. Video ishlashyapti shekilli. Rasm. Making a video. Shaharda ketish ko'rinishini bir ko'rsatib qo'yay. Welcome to Madrid. Men rasam chiroyli turibdi-da.